Assalomu alaykum, brifing qatnashchilari. Moliya xo'jaligi faoliyatini amalga oshirmayotgan tijorat tashkilotlarini davlat reyestridan chiqarish to'g'risida. Tijorat tashkilotlarining harakatsiz holatda saqlanishiga 3 yil to'lganda ro'yxatdan o'tkazuvchi organ harakatsiz holatda o'tkazilgan tijorat tashkilotlari faoliyati tiklanmagan taqdirda qonun hujjatlari belgilangan tartibda 3 ish kunida davlat reyestridan chiqarish to'g'risida qaror qabul qiladi va bu haqda davlat reyestriga tegishli yozuv kiritadi. Davlat ro'yxatdan o'tkazilganligi hamda tovar belgisining ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomani agar mavjud bo'lsa bekor qiladi. Agar ularni topish imkoni mavjud bo'lmasa, 3 ish kunida bekor qilinishi to'g'risidagi ma'lumotlar ro'yxatga olish organi veb-saytida e'lon qilinadi. Tijorat banklari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tijorat tashkilotlari davlat reyestridan chiqarilganligi to'g'risida tizim orqali xabarnoma yuboradi. Davlat reyestriga tugatish haqidagi yozuv kiritilgandan so'ng tijorat tashkilotini tugatish yakunlangan tijorat tashkiloti esa mavjud emas deb hisoblanadi. Davlat reyestridan chiqarilgan tijorat tashkilotining bank hisob varaqlaridagi mablag'lar tijorat banklari tomonidan 5 ish kunida tijorat tashkilotlarining pul mablag'lari milliy va xorijiy valyutadagi yagona hisob varaqlarida jamlaydi va hisob varaq ochilgan bank joylashgan tuman mahalliy byudjetiga tegishli tijorat banki tomonidan o'tkaziladi. Harakatsiz holatda turgan tijorat tashkiloti davlat reyestridan chiqarilgandan so'ng uning soliq va yig'imlar bo'yicha ortiqcha to'langan summalari mahalliy byudjetlarning daromadi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.